Assalomu alaykum. O'zimdan ham go'zallarim, pastellarimizga, dasturxonlarimizga, adyal, xullas hamma narsamizga do'konda yangilik kelgan. Savdolarimiz bo'lyapti qizlar. Mana deysiz-ki, letnilar, sochiqlarda har xil, xullas nima so'rasanglar, hamma narsani topasizlar bu yerda. Mana yangilik tovarlarimiz kelgan, dvoykalarimiz, damashnilarimiz mana bu yoqda Korolevskiy bambukdan mana qaranglar va pishi go'zal, sifati a'lo. 110 ming so'mdan materialda puli ham emas, dvoykalar kelgan. Oyoq kiyimlar qizlar, mana savdolarimiz bo'lyapti. Mana bu yoqda yangilik dvoykalar, hamma narsadan ilishgan qizlar mana. Bitta video keyinroq qilib beramiz. Mana bu yoqda ham oyoq kiyimlarimiz ochilgan. Mana yangilikda dvoykamiz kelgan, o'ta go'zal, 95 ming so'mdan yarashimi asal. Qizlar yana video tashab aytib o'tib ketaman. Chechenka sharflarimiz keldi 25 ming so'mdan, dvaynyashkalar keldi. Dvaynoy uzun tushib turadigan, meni ro'molim yaxshi ko'ruvdinglar, 25 ming so'mdan. Referensiya ro'mollarimiz kelgan 15 ming so'mdan. Men video qilib alohida uni tashab beraman. Mana 5D pastellarimiz keldi letni.